O xotan go'shti desa, hamda xotanninki o'ziga xos eng damliq muzli taomlarining birisi ham dedi. O xotanning yeydigan ism narsalar chiqib, to'nar kebab, u kebab, bunda kebab. Ama go'sht desa ham de, ras o'zgacha bu boshqa yerda mo qilinmaydi, boshqa yerda qilib o'xshamaydi. Qarqash bozoridagi ma go'sht kirdini men ağlıgan, bizler etegende tabi keşkişim onu bizler adam çıktı. Hazır görüp ben resmi işlendim. Hakikaten. Yalgan olsa yepekine, koy goşidi yakan boş kirede. Yalgan olsa çayına pasta atılır da pişman boş kirede. Siz haber mi? Ana aval yaxshi da? Yaxshi. Voy bu neydi? To'g'ri 15-20 minut oldu. Biz gibi go'sht yedik tegmedi ya. Go'shtni bozor itdik ayna. Bozor itdi. Ha, bozor itdik. Hidayet. Hamma da yapıp ayna. Ya shunday ama bu. Bu qarasam etigen bizde deb anlagan mı? Bek etigenni kechkishmishlar oldu. Etigen kechkishib o'tdi. Har kuni. Her kuni bu shunday bo'lamda. Mesela bunda tahminen yakshanba kuni qanchalik sotib ekansa qanchalik qancha to'noda biz olamiz ya qancha talda biz olamiz 25 to'no 25 to'no bir to'noda qancha taldan chiqadi 100 to'no va qancha ketib bor 2500 oyo bu ham sizlar nima chiqqanligingizni mushta bo'ldi qo'y go'shti yoqibmiz ayna qo'y go'shti deyapsizlar 5 qo'y yo'q-ku ha 5 qo'yning hammini tugatdilar tugilib qolibdi 5 qo'y tugilib qolibdi hozir bir kuni 5 qo'yning to'lig'ini yapsizlar yana bir kuni 20 qo'ylig'ini yapsizlar elishtirib yoqibmiz elishtirib ha men azroq beka oldi ama ko'rmoqlar patendi yakan go'shkirida yalgan bo'lsa yepekine koy go'shti yakan go'shkirida yalgan bo'lsa chayna pasta bu xotan go'shti desa butun dunyoga danglar qarang hamma yerda biladi xotanning alohidaligi bor xotan bilan bek o'xshaydigan bu nihoyatda yaxshi bir yemeklik bu hamda birisi bahasi azan shunama endi qur'onlik ayna bircha qur'onlik xalqqa yaqin shunama hamma deb amra adamlar yalaydi bayram yalaydi ya masalan bunda ma emgak qildigan jismoniy emgak qildiganlar ma 10 kunlik go'sht dedim bir nesa bir kunlik quvvat adında to'liq bo'ladi da shunama ya shunda tomoq deganda men bu panqarda apag'am bilan go'shtni suv yog'zab qo'ysak olib ayat har qanday olib yigilib o'tdi yigildi biz kulug'ini satmadik bananni kulug'ini satmadik uyimchiga bir chiqartib berdik nima ma'lum 20 kunlikni qanaqa odam yeydi Aşağı yüzdeki kumar tutan bir birisi var ihtiyacı. Ya onu yapalım. Ya ona yapalım. Yapıtı. Abaptır. Temizde oxşaysiz yiyecek bu. Göçecek ha. Yaxşı. Abaptır. Çok teşekkür. Şuna yapıyorsan. Patendi yakan go'shkirida yalgan bo'lsa yepekine koy go'shti yakan go'shkirida yalgan bo'lsa chayna